og'ruvdi, shu haqqimni bugun talab qilaman. 2 marotaba so'rasiz, hayo qildim turgani. 3-marotaba so'raganingizda turmaslikka hayo qildim degan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yo Bilol, ashi kundagi g'azot qilganligimdagi qamchi Fotimani uyida borib olib keling. Borib so'radilar, qamchini nima qilar ekanlar? Bugun Ukkosha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqlarini olmoqchi. Fatima radhiyallohu otamning holatini bilmaydimi Ukkosha? Payg'ambarimiz alayhisolamning qo'llariga beradi. Ukkosha radhiyallohu anhuga "Ma haqqini ol" deslar, "Ya Rasululloh, meni urgan holatingizda egnimda hech narsa yo'q edi ya Rasululloh." Desalar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jonlari og'rib turibdilar, istamaga botib turibdilar. Uraver demadilar. Egnalarini yechib, "Mana endi ur."